Assalomu hujjatlarni to'liq tanishtiring o'zingiz aka. Inspektor Tojiyev, yo'l patrul xizmati inspektori Tojiyev O'tkir Mirzo Mahmudovich. Bodi kamera yo'qmi? Yo'qmansizmi? Ha, qo'la bir minutda. Qayerga ketyapsiz? Moykaga. Bodi kamerasiz to'xtata olasizmi? O'g'il bolaga taqqanman aka. Nima qilmayapti? Tushirmaydi, mayda. Qanaqa hamma tomosha ko'ryapti. Nima bo'lyapti? Tomosha ko'ryapti odamlar deyman. Telefon ko'rmaydi-yu. Ha, telefon ko'ryapti-da. Men Doni bloger Qo'ziboyev Doniyor Mansurjon o'g'liman. Tanidingizmi? Meni bodi kameram mana o'zim bilan birgalikda syomka ketyapti. Siz nimaga hozir bodi kamerangiz bo'lmay turib meni to'xtatyapsiz? Nimaga asoslandingiz? Bodi kameram Uyda qolibdimi? yo'q, men ham o'sha turib, men ham bilmayman. Boring bodi kamerangizni olib keling, suhbat qilamiz bo'lmasa siz bilan. Gaplashib olaylik. Boraman aka. Eshitganman, endi ko'ryapman sizni. Ha aka, xizmat guvohnoma bormi? Bor. Ko'rsating. Ichki ishlar vazirligining 8-bandiga muvofiqda aka. To'g'ri bilaman aka. Siz ko'p eshitganman. Eshitganmidingiz? Endi ko'rishim. Safdor Tojiyev O'tkirbek Mirzo Mahmudovich. Mirzo Mahmudovich. Amal qilish muddatini ko'rsam bo'ladimi? 27-yil dekabrgacha ekan. Xo'p, nima hujjat beray aka? Haydovchilik guvohnomangiz. Transport haydovchilik guvohnomasi. 730 sonli qaror ishlamayaptimi? Ishlayapti. Ishlayaptimi? Albatta. Qolay ID kartani beraman. ID karta ham bo'laveradi aka. Boraman. Qarang, ro'para kelgan, qarang. Shunaqa aka. O'g'illarga vaqtida Yo, men hozir nimaga sizni samleniya to'g'dirdiki, mahallaga burilib odam tashlab chiqib turdim-da. Siz o'yladingizki, bez dokument kelyapti, mahallaga burilib ketdi deysiz. Siz yo'lda uning tomonidan qarama-qarshi tomondan yugurib chiqib o'tyapsiz-da, mana. Shunga ikkala aniq qildim. O'zi aybingizni bildingiz-a, to'g'rimi? Bildim. Hech qanday aniq qilmadim. Hayron bo'ldim men, deyman. Inspektorlarimiz Demak, topib olavering, suddan yana atkaz qilib yurmaylik. O'zingizlar yaxshimi kamanda? Xudoga shukr, zo'r. Charchab qolmaysizlarmi? Chotki. Bodi kamera hali ham ko'rmayapti, ishlamayapti menimcha. Tippani olyapti osmonda. Движение bemalol bo'laverar ekan-da. Yo'q, qanday движение? Chiqdimi aka, hamma yo'q. Haydi ketamiz. Nari, betdan ular to'siyasizlar kerak, karyerdan chiqaganlar, kamazlarda. Jentrada kim edi? O'chada tani shu. Tamom. Hı? Tamom. Komandirmi u ham? Yo'q. Inspektormi? Chiqmayaptimi? Ba'zi ishlamayaptimi? Chiqdi. Tamam. Hamma chotki. Kamchilik yo'q. Yaxshimi? Remillar taqilgan. Ha. Bodi kameralar taqib olib ishlaydi-da. Qonun ustuvorligini ta'minlaydigan ichki ishlar xodimlari bo'lsin, yo'l harakati xavfsizlik xodimlar sizlarga ishonib bemalol yuribmiz. To'ppa-to'g'ri gapingiz. Hech qanday sizni talabingiz yo'q, faqat ayb o'zimda shoshilib qoldim. Nimaga? O'sha mahallanchi rais chiqib kelganingizga podozreniya qilib qarama-qarshi tomondan chiqib kelyapsiz-da. Siz bo'lsa kerak degan maqsadda shoshilib chiqib oldim aka. Ishingizga omad. Yaxshilab oling. Charchamang. Yaxshi yetib oling. Salomat bo'ling.